Namangan viloyati pedagogik mahorat markazida fizika fanini o'qitishga yangicha yondashuv taqdim etildi. Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi mudiri dotsent Mahfuza Alinazarova fizika fani yo'nalishi tinglovchilari uchun fizika va astronomiya darslarida muammoli ta'lim mavzusida ochiq dars tashkil etdi. Ustozimiz Mahfuza Alinazarova tomonidan fizika va astronomiya fani darslarida 5 yondashuv asosida muammoli ta'limdan samarali foydalanish usullari mavzusini o'rgandik. Biz bu mavzuda Arximed qonunlarini, jismlarning suvda cho'kishi, uning zichligiga bog'liqligi mavzusini o'rgandik. Bu mavzu ustozimiz tomonidan keng yoritib berildi. Zamonaviy metodlar asosida ustozimiz o'rgatgan tajribalarni amaliyotda qo'llab, o'quvchilarga maktabda ta'lim samarasini oshirish maqsadida keng foydalanamiz. Mahfuza Alinazarova o'z darsida muammoli ta'limning mohiyati, afzalliklari va uning fizika faniga tatbiq etish usullarini batafsil tushuntirib berdi. Tinglovchilar amaliy misollar va tajribalar yordamida mazkur metodning samaradorligi to'g'risida tushunchalarga ega bo'ldilar. Fizika va astronomiyada muammoli vaziyatlar yaratish usullari, muammolarni yechish bosqichlari muhokama qilindi. Ochiq dars tinglovchilarda katta qiziqish uyg'otdi va ularga o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni yechish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradigan yangi bilim va ko'nikmalar berdi.